Do'stlar, bu real voqea. Bir bola yangi uylanibdi-da, mahallada ketib tursa, ikkita amaki turgan ekan. "O'g'lim uylanding deb eshitdim" desa, "Ha, amaki uylandim" debdi. Sir bo'lmasa kimga desa, orqa mahalladagi Guliga desa, "Voy ukam, yeb qo'yibsan-u. Kecha Instagramda ko'rib qoldim. Sigaretlarni chekib, bolalar bilan achomlashib turgan videosini" debdi. Bolani g'azabi qo'zibdi-da, shoshib ketib tursa, magazinchi brat uchrab qolibdi. "Ukam uylanding deb eshitdim" desa, "Ha aka, uylandim" debdi. "Sir bo'lmasa kimga" degan ekan. Orqa mahalladagi esa Guligami degan ekan. Shoshib pishib "Ha" desa, "Ukam yeb qo'yibsan-u. Kecha TikTokda ko'rib qoldim. Batilda yutqizib qo'yib, goli yugurlab yurganini ko'rdim" desa, bola shokka tushib qolibdi-da, sartaroshxonaga kirib ketibdi. Sartaroshxonada yuzini yuvib tursa, sartarosh bola "Aka, uylandingiz deb eshitdim" debdi. Bolani g'azabi qo'zib, "Ha, uylandim" degan ekan. Sir bo'lmasa kimga desa, "Haromi fohishaga" degan ekan.